Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, gruppamizdagilar. Bitta chiroyli oshxona naborimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli ishlangan. Buni pichoqlari milliy pichoqlar bo'ldi. Bitta охотничий bo'ri kalla pichog'imiz ham bor mana. Juda chiroyli ishlangan pichoqlar bo'ldi. Cho'qqisi ham bor. Mana ular oshxona nabor bo'ldi. Go'y suvaylar chopgani cho'qqisi. Uyda ishlatgan milliy pichog'i. Pichoqlarga ham chiroyli qilib sadaflar terib, ingichka kumush mehrlardan qilib ishlaganmiz. Lezvasi aboyma pachimlidan bo'lgan. Reaksiyasini sinab ko'ramiz mana. Zo'r kesadi pichoqlarni ham. Buni lezvalariga o'chog'ida 3600 gradus issiqlikda tushadi. Gullar chiroyli qilib tushirganmiz. Qora shoxdan bo'lgan ruchkasi. Sadaflar terib chiroyli qilib, bular toza pichoq hisoblanadi. Toza pichoq deganimiz, mana shunaqa chiroyli pichoqlarni biz toza pichoq deymiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bu naborimiz sotuvga tayyor nabor. Buni zakazga tayyorlamadik. Chiroyli qilib bitta zo'r qilib tayyorlab qo'ydik. Bemalol